Assalamu alaykum, hurmatli Maxtumqulov kanalının podpischiklari, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Bugungi reklamamizda mana shu traktorimiz sotiladi. Vladimirovich. Polniy remontdan chiqqan, baryeri soz, kiltda qotlanadi. Plug'i, chizili, hamma zati bor. Zakonni qilib remontlangan baryeri. Balalar ham toza mana. Kraskalanib, tayyor bo'lib turibdi. Mana shu traktorimiz sotiladi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon etib xabarlashaverasizlar. Plug'i, chizili, baranasi bor. Olacaklar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon etib xabarlashaverasizlar. Bahasini necha aydik? Shu barini bahası, chizili, plug'i, baranasi, traktor 35 milyon aytiladi. Telefonda kelishaverasizlar. Traktor lekin remontdan chiqqan, soz bo'lib turibdi mana baryeri. Oldindan led lampochkalar qo'yilgan, mana polniy talabga javob beradi. Kelti olgandan qotlanib turibdi traktor.